Salam hammaga, kunimiz xayrli bo'lsin. Kanalimiz yangi, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugungi videomiz ish planida 4 ga bag'ishlanadi. Mototsiklimizni obzor etamiz. Mototsiklimiz yaqinda remontdan chiqqan ekan. Hamma yeri chiroyli bo'lib turibdi. Moy chiqqan, netgan yerlari yo'q. Yaqinda remontdan chiqqandan so'ng hamma yerini chiroyli etib qo'yibdi buni. Lo'lkining pakrishkasi toza. Bu yoqlari endi o'zingiz uchun qo'yasizlar, asanglar. Bo'lmasa yuraveradi. Mototsiklimiz chiroyli, mana bo'yalib turibdi. Bibozor Ofi Turkman ko'chada bu mototsikl. 5 million so'm pul aytib turibdi. Kelsa ustunda kelishtirib beraman deydi. Pastga telefon nomeri qo'yamiz. Bemalol bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni asanglar bo'ladi.